Nima menga unaqa qaraysan? O'tir mashinaga, uyda gaplashamiz. To'xtang. Nima qilib yuribsiz bu ayol bilan? Sana nima ishing bor? Nima ishim bor? Bu bilan seni nima ishing bor? Senga xiyonat qilmoqchiman demoqchimisiz? Bas qil. Bas qilmayman. Uyda ayolingiz turib, men turib, boshqa ayollarga qaragan uyalmaysizmi? Bunga o'zing aybdorsan. Men? Ha, sen. O'zing menga har xil qizlarning rasmini tashab, ko'zim o'ynatgan kim bo'ladi? Sen bo'lasan. Yo, nimaga sen o'sha ayollardagi bo'la olmaysan? Bo'la olmas ekansan, nima qilarding menga o'shalarning rasmini yuborib? O'zing shu ishga yo'l ochib berib, yana mendan nimani xohlayapsan? Meni ayblayapsiz. Siz o'zingiz nafsingizni ijro qila olmasangiz, menda nima ayb? Unda nima qilarding menga har xil qiz juvonlarning rasmini yuborib? Ha? Nima qilarding? Ko'rding? Indamiysan.